voy oyijon, bu meni 9 oy qonimni ko'tarib qiynalib tuqqan bolam deb olib kirib ketadi uyga kelinlar. Mana shu hayotdan olinganda o'zi rostdan ham. Omonmisiz azizim? Qizg'anish borasida so'zlamoqchiman. Qaynonalar kelinlarini o'g'illaridan qizg'anadilar degan masala juda ham ommalashib ketyapti. Aslida ham shundaymikin? Qizg'anish hissi o'zi hammada bor. Inson o'zi yaxshi ko'rgan narsasini, insonini albatta boshqalardan qizg'anadi. Bu tabiiy hol. Faqat hamma gap shundaki, kimdir bu hissiyotni jilovlay oladi, me'yorda ushlaydi. Ba'zi insonlar shuni orqasidan muammolarga duchor bo'ladi. Oddiy misol bilan tushuntiraman. Kelin poshsha, sizda ham qizg'anish hissi bor. Aytaylik, sizda 3 yoki 4 yosh farzandingiz bor. U sizdan ham ko'proq bu jonisini yaxshi ko'rishi mumkin, bog'chapasini yaxshi ko'rishi mumkin. Ba'zi oilalarda enagalari bor, enagasiga ko'proq mehr qo'ygan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Agar shunday holat bo'lsa, turgan gap sizda ham qizg'anish hissiyoti uyg'onadi va sizga jahlingiz chiqadi. Demak, insonda qizg'anish hissi bor ekan, buni katta muammoga aylantirish kerak emas. Imkon qadar iste'dodi, imkoniyati, ilmi yetgancha buni oldini olishga harakat qilish to'g'ri deb o'ylayman. Lekin aynan qizg'anish sabab kelinini o'g'lidan ajratayotgan qaynonalar bo'lsa, ularga tavsiyalarimni keyingi videoda albatta aytib beraman. Omon bo'ling, azizim.